Assalomu alaykum hurmatli obunachilar va kanalimiz mehmonlari. Oxirgi paytlarda biz ko'p eshityapmiz. Bizga jalibi bilan ko'p murojaat qilishyapti. Men ishdan keyin charchab qolyapman. Holsizlanib qolyapman. Bolalarim ham shunaqa bo'lyapti. Bolalarim tez-tez kasal bo'lyapti. Immuniteti tushib ketgan. Tez-tez shamollaydi, tomoq og'riydi, yo'taladi. O'zimiz ham holsizmiz. Shularga yechim bor, birodarlar, yechim bor. Buni yechimini har xil joydan izlab yurish shart emas yoki qanaqadir bad firmalarga telefon qilishim shart emas. Men ularga dushmanligim yo'q. Bir adashib telefon qilib qo'ysangiz qo'yishmaydi-yu orqangizdan. Qayta sotib olganingizdan keyin telefon ko'tarishmaydi. Bunaqa firmalardan astag'firulloh uzoqroq bo'linglar. Men hammasini yomon aytganim yo'q. Ba'zilarini aytyapman, lekin qaysi birligini aytmayman. Xullas, immunitetni ko'tarish uchun nima qilish kerakligini aytaman. Bu videoni agar vrachlar ko'rib turgan bo'lsa, shu bola to'g'ri aytayapti deydi. Vrachlar, haqiqiy vrachlar ko'rib turgan bo'lsa. Demak, immunitet ko'tarishga nima ish qilishimiz kerak? Birinchi o'rinda men общий sostavni ko'rsataman, giyohlar to'plamini ko'rsataman. Xo'p, qaysi biridan boshlash kerak? Qora sedanadan boshlaylik. Timaxinon degan modda saqlaydi qora sedana. Immunitetni ko'taradi, rakka qarshi ishlaydi. Terini tarangligini oshiradi, qon tomir devorini mustahkamlaydi. Buni albatta qo'shish kerak. Shalfey o'simligidan qo'shish kerak. Ruslar aytadi. Если uyingda deydi, shalfey bo'lmasa deydi, senda hech narsa yo'q ekan deydi. Tarkibida sineol degan modda bor, bakteriyalarni o'ldiradi. Har xil viruslarni, zamburug'larni ham o'ldirish xususiyatiga ega. Bundan tashqari kuchli yallig'lanishga qarshi vosita, yoshartirish xususiyatiga ega, Klimix bo'lsa Klimix to'xtatish xususiyatiga ega, terlashlarni to'xtatadi. Umuman quvvatsizlikka qarshi, holsizlikka qarshi ishlaydi. Lavanda o'simligi bor. Lavandada barneol degan modda bor. Lavanda umuman o'sha tomoq og'rib, tomoq qizarishi, immunitet pastligi, xotirani pastligiga ishlaydi. Chunki barneol bor tarkibida, zo'r dori. Buni sostavga qo'shish kerak. Demak, buni ham aralashtirish kerak. Mana chiroyli sap-sariq gullar nima? Bu kalendula, tirnoq gul deydi. Tirnoq gulni bir ayol uzoq boshqa bir viloyatdan izlab kelibdi menga buni. Buni tarkibida likopin degan modda bor. Likopin oddiy pomidorda ham bor-da. Bu narsa likopin nima ish qiladi? Qon tomirlar devorini mustahkamlaydi. Odamni terisiga o'ziga xos mustahkamlik beradi. Demak, terini salqib bo'shashib qolishiga qarshi ekan. Undan tashqari matkadagi bo'ladimi, pochkadagi ichki shilliq qavat bor, matkani ichki shilliq qavat, eroziya deymizmi? Eroziya bo'ladimi, boshqa muammosi bo'ladimi? O'shani barxidni qilib yumshoq qilib berar ekan. Ichki shilliq qavatlarni yumshoq qilib berar ekan bu. Demak, o'pkaniki bo'ladimi, jigarnikimi, pochkanikimi, umuman splanx organlarni hammasini ichki tomonini barxatni qilib yumshatib beradi. Bu zo'r narsa. Shuning uchun tomirlarni ichi ham yosharadi. Demak, o'sha davleniyasi baland yuradigan onaxonlarimiz bor, otaxonlarimiz bor. Ularga ham foydali ekan. Davleniyalarini normaga keltirish uchun aterosklerotik bilyashkalarda endi eritmasligi unchalik mavhumroq narsa, lekin tomirlarni devoriga, ichki tomonini regeneratsiyasiga zo'r. Undan tashqari bu o'simlik haqida aytganman, bu qalampir monchoq oddiy. Demak, o'sha orollarda o'sadi dedik, okeanning o'rtasidagi orollardagi daraxtning urug'ida bo'ldi qalampir monchoq. Bu evgenol degan modda saqlaydi, immunitetni ko'taradi, onkologiyaga qarshi ishlaydi. Umuman olganda antiseptik xususiyati bor, undan tashqari og'riq qoldirish xususiyati ham bor. Umuman olganda bu ham immunitet tiklanishiga yordam beradi. Undan tashqari hujayrani qarib tez bo'linib ketishini oldini oladi. Demak, qarishni to'xtatyapti. Antioksidant degani qarishni to'xtatyapti. Hujayralar yorilib ketishini oldini olyapti degani. Buni vrachlar tushunadi. Demak, mana bu leon deyiladi bu narsa. Lineol degan modda bor tarkibida. Zig'ir o'simligi Surxondaryoda o'sadi. Qashqadaryoda o'sadi, Samarqandda o'sadi. Xullas, o'zimizda bor bu. Bu o'simlikni asosiy xususiyati xolesterinni eritish, ichni yumshatish, ich yumshoq bo'lib kelishi, hech narsaga to'qnashmasdan yumshoq keladi. Pochka og'riganda shu sekundda og'riq qoldiradi u. Hozir shamollagan pochka bo'lsa, bitta damlab ichsa og'riq qoladi. Bu qanaqa bu? Ajoyib narsa ekan. Aynan mana shu
Lineol saqlagani uchun. Kurkumani hamma biladi. Kurkumin degan modda saqlaydi, immunitetni ko'taradi, antioksidant xususiyatga ega qarishni oldini oladi, onkologiyaga qarshi ishlaydi. Rak hujayralarini o'ldiradi. Bundan tashqari Misrdan kelgan Misr atirguli bor. Karkade. Bu haqda video qilganmiz, juda ko'p prosmotr yig'gan o'zi bilan. Bu nima ish qiladi? Bunda 18 xil aminokislota saqlaydi tarkibida. Bundan tashqari kumarinlar saqlaydi. 18 xil aminokislota bu hujayralarni tiklanishi uchun kerak. Masalan, oddiy ko'zni misol qilib olaylik. Bu любой joyda olishimiz mumkin. Ko'zni misol qilib olaylik. Ko'z masalan ko'rish uchun, siz ko'rishingiz uchun har doim shu haftaning ichida u yangi ko'z paydo bo'ladi-da. Bo'linib eskilari hujayralar o'lib, yangi hujayralar paydo bo'lib, mana shunaqasiga yangilanib turadi. Hujayralar yangilanib turadi. Aynan o'sha hujayralar yangilanishi uchun aminokislota degan narsa kerak. Organizmda bo'ladi u. U tashqaridan kiradi odamga. Aynan mana shu 18 xili mana shu karkadada bor. Mana shu narsa to'qimalarni demak hayotini yangilashi uchun kerak. Buni qo'shamiz. Mana bu lipa guli deyiladi. Lipa guli farnezol degan modda saqlaydi o'z tarkibida. Bu kuchli antioksidant bu ham undan tashqari yallig'lanishga qarshi, qarishni oldini olishga qarshi immunitetni ko'taradi. Immunitetni ko'taradi. Farnezol juda ko'p manbalarda aytilishicha kuchli antibiotik xususiyati bor. Antigripkoviy xususiyati ham bor. Bundan tashqari xolesterin eritish xususiyati ham bor. Demak, buni qo'shsak ham adashmagan bo'lamiz. Bu o'simlikni diqqatni kuchaytirish xususiyati bor. Diqqat kuchayar ekan. Kimdir bir narsa desa, dedi, shunaqa bo'lmaydi. Undan tashqari eng kulminatsion nuqtalariga yaqinlashib kelyapmiz. Bulardan bittasi biryozaning barglari bo'ladi. Rossiyskiy biryozaning barglari o'z tarkibida bitulin degan modda saqlaydi. Bitulinni bilasizlar, jigarni mustahkamlab beradi. Immunitetni o'zi bilan o'zi prям ko'tarmaydi, lekin jigarni mustahkamlashi hisobiga immunitetni ko'taradi. Undan tashqari pochkaga foydasi bor. Pochkasida kreatinini borlarnikini ham kreatinini pasaytirib beradi. Undan tashqari bu o'simlik matkadagi eroziya bo'lsa, matkada eroziyani bosadi. Bitulini bor tarkibida, shuni hisobiga bosadi. Demak, oddiy ramashka ham qo'shar ekanmiz. Ramashkani gullari, mayskiy ramashkani eshitganmisizlar? Mayskiy ramashka, tog'di ramashkasi mana shunaqa mayda gulli bo'ladi, tog'di ramashkasi. Bu ham o'ta foydali hisoblanadi. Bu 1001 dardga ishlatiladi. Ramashka ko'zim oldiga kelsa, yallig'lanishga qarshi narsa degan narsa ko'zim oldiga keladi. Buni tarkibida himoazulen degan modda bor. Yallig'lanishga qarshi antibakterial xususiyatlarga egaligidan tashqari oshqozon ichak tizimiga juda ham foydali va oshqozon ichak tizimining ishlashini, rejimini tezlashtirib beradi, hazmni yaxshilaydi. Demak, undan tashqari bizda nima bor ekan? Limonnik o'simligi bor ekan. Limonnik degani nima o'zi? Limonnik kitayskiy limonnik deydi, kimdir melissa deydi. Bizda limonot deyshadi. Bu limonot O'zbekistonda bor, o'sadi. Kitayskiy limonot demak Xitoydan keladi degani emas. Bu ham diqqatni kuchaytiradi, xotirani kuchaytirib, rozmarin bilan bir xil ishlaydi. Rozmarin xotira diqqatga ishlatilsa, bu ham xuddi shu narsa. Xotira diqqatni kuchaytiradi. Demak, umstvinniy charchoqni oldini olar ekansizlar. Demak, bu o'simlik dushitsa deydi. Dushitsa o'simligi o'z tarkibida timol degan modda saqlaydi. Dushitsa o'simligini asosiy qiladigan vazifalaridan bittasi bu tinchlantirish xususiyatiga ega. Dushitsa desa, men tinchlantirish deyman. Odam tinchlantiradi, immunitetni ko'tarish xususiyatiga ega. U o'z tarkibi jihatdan faqat bu timol saqlamaydi. Timoldan tashqari bir nechta vitamin, mineral ko'p narsa saqlaydi bu narsa. Minerallardan kalsiysi bor, kaliysi bor, marganец bor. O'sha narsa kenferol bor fenollardan. Bu narsa immunitetni kuchaytirish bilan birga shamollashlarda, yallig'lanishlarda, prostata beziga ishlatiladi, klimaksda ishlatiladi. Ko'p narsalarda hayzi kelmaydigan ayollarda kelishini tezlashtiradi. Xullas bu zo'r narsa. Bu narsani umumiy sostavga qo'shib olsak yaxshi bo'ladi. Undan tashqari kulminatsion nuqtalardan bittasi, ana oxirgi marta video qilganmiz, tosh mumiyo deganmiz. Tosh mumiyoni tarkibida gumioidning kislotalari bor. Yer yuzida kam uchraydigan redkazimeliy anaqa elementlar bor. Lantanoidlar bor tarkibida. Bu narsani parashut qilib, bu narsalarga hammasini birlashtirish kerak.
Bu ham immunitetni ko'taradi. Undan tashqari bu kuchli regenerator xususiyatga ega. Jarohatlar qayerdadir bo'layotgan bo'lsa, u oshqozon osti bezidami, u oshqozondami, u qayerdadir boshqa jigardami, u regeneratsion xususiyati tiklab tashlaydi to'qimani. Demak, bu narsani albatta qo'shishimiz kerak. Undan tashqari antioksidant dedik, boya hujayra qarishini oldini oladigan Ceylonskiy koritsa degan o'simlik bor. Dolchin deymiz. Dolchin o'simligi asosiy xususiyati shundan iboratki, antioksidant qarishni oldini oladi. Tarkibida simaldegid degan modda bor. Bu narsa sahrga ham qarshi ishlaydi. Sahr bor bemorlar sahrini tushiradi, qonni suyultiradi bu. 100% ayta olamiz, qonni suyultiradi bu. Mana kulminatsion nuqtalariga kelyapmiz. Bu ham bo'lsa zolotoy korin o'simligi, oltin tomir deyishadi. Tarkibida salidrazid degan modda bor. Immunitetni ko'taradi. Любой joyga kirib, internetga kirib salidrazid что делает deb yozsangiz, повышает immunitet deb yozib qo'yibdi. Mana shu narsa immunitetni ko'taradi. $2000 sotib olish kerak emas ana bu narsani. Vaqtlarda. Mana sizlar ko'taradi immunitetni. Mana shular jamlasak ko'taradi immunitetni. Albatta ko'taradi. Alohida olib qo'ygan oxirgi kulminatsion nuqta bu koreyskiy jenshin bo'ladi. Koreyskiy jenshin juda ham bir minerallarga boy, aqliy, jismoniy charchoqni oladi. Undan tashqari bu umumiy kuch beradi, erkaklarga ham quvvat beradi, xotirani mustahkamlaydi, diqqatni kuchaytiradi. Undan tashqari bu o'simlik haqida endi tugamaydi-da, endi gapirsak gap ko'p. Umumiy hozirgi holatimizga immunitet ko'taradi deb turaylik. Hali bu haqda alohida video chiqaraman. Umumiy olganda mana shu o'simliklarning hammasini bitta joyga jamlab maydalaganimizda mana bu narsa hosil bo'ldi. Mana shu narsa hosil bo'ldi. Buni yana mana har xil turibdi ranglar. Buni yaxshilab aralashtirib, bitta qilib aralashtirganimizdan keyin bu narsani yaxshilab, endi bunga imbir ham qo'shganman. Bulardan tashqari imbir ham qo'shganman. Sizlarga ham qo'shib beraman agar zakaz qilsanglar. Xullas, 1 choy qoshiqdan yoki 3-4 choy qoshiqdan olib turib ichidan umumiy katta choynakka damlab ves oila ichsa bo'ladi. Butun oilaning immunitetlari yaxshi bo'ladi, charchoqlari bo'lmaydi, настроенияsi zo'r bo'ladi, bir-biriga bo'lgan munosabatlari yaxshi bo'ladi. Umuman olganda qarishni oldini oladi yosh katta qariyalarga. Undan tashqari aterosklerotik bilyashkalar eriydi, xotira zo'r bo'ladi, maktabga boradigan bolalar xotirasi yaxshi bo'ladi, a'lochi bo'lib qoladi bolalar. Demak, umumiy olganda ichak hazm qilish sistema, jigar, hamma kasalliklarga davo bo'la oladi, chunki men isbotlab berdim mana narsalar bilan. Bu narsani hammasi isboti bilan gapim. Bu narsani olib, hammasi tayyor qo'shilganini olib turib, aralashtirib iste'mol qilib bersa sahr tushadi. Sahri yo'q odam kuchib ketmaydi, qo'rqmanglar. Umuman olganda hammasi hisob-kitob qilib, ipidan ignasigacha o'ylanib qo'yilgan. Hammasi bo'yicha savollar bo'ladigan bo'lsa, menga narxi, menga bo'ladigan, kimga mumkin emasligi haqida mendan telefon qilib so'rasanglar bo'ladi. Raqamim 90lik 349 0530. Har bitta bemor bilan individualni ishlaymiz. Har bitta bemorni eshitamiz, har bitta bemorga yordam beramiz inshaalloh. Sizlar bilan doktor Ibragimov, fitoterapevt, pediatr, manual terapevt, girodoterapevt bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammaga shifoy komil. Sog'lik tilaymiz.